Assalomu alaykum hammaga, yaxshi kayfiyat, qadrli do'stlar. Mana shu chiroyli guldastalar bilan birinchi tabrigimizni boshladik. 2 nafar qizlar nomlaridan tabriklaymiz. Onajonlarimiz juda ham chiroyli surpriz bo'ladi. Al-Hayot restorani bugun zo'r bo'ladi. Kuzatib boringlar. Onamizda o'zlari tug'ilgan kunlarini sho'layotgan barcha insonlarni tabriklar, ularga uzoq umr, sihat, salomatlik va oilaviy baxt tilamoqchimiz. Biz uchun juda ham baxtli kun. Juda ham chiroyli kun, chunki bizning oilamizning mehriboni, nabiralarning mehribon buvijonimiz, bizning jannatimiz onamizda tug'ilgan kunlari bo'ladi. Xursand qilmoqchimiz degandilar. Atrofimda ko'nglim olar qora ko'z ham, eng yoqimli ohanglarda yangrar so'z ham, bir umrga yoningdaman deganlar ham onamning bir qizim deyishga arzimaydi. Ular qanday meni e'zoz qiladilar, erta farzandlari ham ularni ana shunday e'zozlasin, farzandlarning huzurini ko'rsin. Va chiroyli qo'shiq bo'ladi, hammani raqsga taklif qilamiz. Tabriklaymiz jannati bola, bayramingiz bo'lsin muborak. Hammalaringizni e'tiborlari uchun minnatdorchilik bildiramiz. Bir necha daqiqa mobaynida sizlar bilan Buxoro tabrik agentligi vakillari bo'ldik. Yana yaxshi kunlarda ko'rishguncha salomat bo'lasizlar.